Uzoq yillar ota-onamdan bekitilgan bitta hozir voqeani beraman sizga. Xullas, ko'p aytgan videolarda maktabda juda ham sho'x bola bo'lganman. Adam har kuni maktabga chaqirishardi. Adam aytardi, ko'chada eshitmagan gaplarimni eshitolmay bo'ldi qil dedi. Direktor ham aytardi, "Adang juda ziyoli, sen kimga o'xshading?" deyaverardi. Maktab bitirganimda o'zim va'da berdim. Kollejga kiramanmi, litseyganmi, institutgami, ota-onamni hech qachon orqamdan chaqirtirmayman. Zo'r o'qiyman, hamma vaziyat o'zim yopaman-da. Keyin shu o'qish davrida bitta holat bo'ldi. Noto'g'ri ish qilib qo'ydik va qilgan ishimiz hokimiyatga yetib bordi. Endi o'qishda majlis bo'ldi, juda katta. Hayfsan beramiz sanga deyishdi. Yana bir nechta bolalar hokimiyat va o'qish xodimlari yig'ildi va ota-onam chaqirtirilgan. Endi va'da berganman o'zimga o'zim. Endi bo'lib ham hozir bunaqa majlis kelishsa, va'damni bizga ham bo'laman, keyin yana qattiqroq gap eshitaman. Katta risk qildim. Bolalar bilan shu uborsa xodimni gaplashdik-da, iltimos ota-onamiz olib kirib bering deb kirgizib yubordik majlisga. Endi majlis boshlandi. Hokimiyat u odam tanimaydi. Ularga hamma gap gapirgan. Endi o'qish xodimlari taniydi, qarab turib nima deydi endi. Bu bizdan o'borsa, ota-onasi emas deydigan bo'lsa, o'ziga yomon holatga tushib qolishadi. Xullas, keyin mana shunaqa majlis o'tkazib oldik. To'g'ri, noto'g'ri ish qilganman. Juda katta riskka borganmiz. Aytgandi, buni holat ota-onam bilishmaydi, lekin video ko'rsa aniq bilib olishadi endi hozir. Ko'pchilik hozir aytishi mumkin, bu noto'g'ri ish qilinibdi, baribir yolg'on deyishi mumkin. To'g'ri, shu payt noto'g'ri bo'lgan, lekin o'zimga bergan va'damni, mana shu ishni men bekitganman.